O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-yanvardagi Respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash hamda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili doirasida Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi rahbariyati boshchiligida poytaxt mahallalarida targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Toshkent shahar Uchtepa tumani mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'lida yaxlit manzilli ishlash tizimini yanada takomillashtirish maqsadida Favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbariyatiga biriktirilgan mazkur tuman hokimligi, prokuraturasi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi, tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi, ichki ishlar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi hamda bir qator tegishli tashkilotlar mas'ullari va mahalla faollaridan iborat ishchi guruh a'zolarining faoliyatiga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda mahallalarda xavfsiz muhitni ta'minlash, huquqbuzarliklarning kelib chiqish sabab va shart-sharoitlarini chuqur tahlil qilish hamda ularni bartaraf etish qaratilgan aniq va samarali mexanizmlarni joriy etish zarurligi qayd etildi. Shuningdek, aholi murojaatlariga tezkor va sifatli munosabat bildirish, favqulodda vaziyatlarning oldini olish, yoshlar va ayollar o'rtasida profilaktik ishlarni kuchaytirish masalalariga ham e'tibor qaratildi. Uchtepa tumaniga Favqulodda vaziyatlar vazirligi biriktirilgan. Vazirlik zimmasiga tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda xavfsiz muhitni yaratish masalasi topshirilgan. Maqsad ijtimoiy profilaktika samaradorligini oshirish, ustuvor vazifa deb mahallalarda jinoyatchilikni keskin kamaytirish. Undan tashqari oilaviy turmush munosabatlari, ayollar va yoshlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarni asl omillarini bizning akademiya professor o'qituvchilar tomonidan ilmiy yondashuvlar asosida tahlil qilinib, ularni oldini olish bo'yicha samarali yechimlarni ishlab chiqish bo'yicha tegishli choralar ko'rilmoqda. Ularda reydlar o'tkazib, ular tomonidan yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilinganligi va ularning faoliyati bilan bog'liq, ya'ni o'sha yerda jinoyat sodir bo'lishi va ularni oldini olish bo'yicha profilaktik choralar ko'rildi. Bu kabi tadbirlar Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi jamoasi tomonidan Toshkent shahrining Uchtepa tumani va boshqa hududlarida izchil ravishda olib borilmoqda. Malohat Mingliqulova, Joyda informatsion dastur uchun.